Tafsirim muyassar. Ey payg'ambar, Rabbing hasal harisiga, tog'larga, daraxtlarga va kishilar yasagan sanduqlarga uva tuzigin. Ondan ko'ngling tortgan turlik meyvelardan yegin. Tog'larda va daraxtlarning orsida rizqingni tep yeyish uchun Rabbing sana o'ng'aylashtirib bergan yo'llarda yurgin. Oraliq uzun bo'lsa-mu, uvanga qaytishdan ezib ketmagin deb ilhom berdi. Hasal harisning qornidan insonlar shifo bo'ladigan oq, seriq va qizil har xil ranglik hasal chiqadi. Hasalda insonlar shifo bor. Tafakkur qiladigan qavm uchun hasal harisining bu ishida Allohning qudratini namoyon qiladigan dalillar bor. Alloh sizlarni yaratdi. Ondan ajringlar to'shqanda sizlarning jeninglarni oladi. Oranglarda umrning eng qiyinlik bosqichiga yetadiganlar bor. Ular balliq holatiga o'xshab kelib, ilgari bilganlarini bilmaydigan bo'lib qoladi. Sheksizki Alloh hammani bilguchidir va hammaga qodirdir. Uning ilmi va qudrati hamma narsani qo'rshab turadi. Insonni shu holatga yetkazishga qodir bo'lgan Alloh ularni o'lganidan keyin tirildirishga albatta qodirdir. Alloh dunyoda sizlarga rizqni taqsim qilishda ba'zinglardan ortiq qildi. Shunga sizlarning ba'zilaringlar boy, ba'zilaringlar yo'qsul, ba'zilaringlar xo'jayin, ba'zilaringlar xizmatchi bo'lib yashaysizlar. Boyliqqa erishganlar boyliqni yo'qsullarga berib, ular bilan boyliqda o'xshash bo'lib kelishni xohlamaydi. Ular o'zlari uchun bu ishni ravo ko'rmaydigan turib, Allohga maxluqotni sherik keltirishni qandoq ravo ko'rdi. Ular nima uchun Allohga sherik keltirdi? Bu Allohning ne'matiga tuzkorlik qilganlikdir. Mana bu eng cho'ng noshukrlikdir. Ayollar bilan ko'nglingni rohatlantirishinglar uchun Alloh o'z tipinglardan ayollarni yaratdi. Sizlarga ulardan o'g'illarni, qizlarni va ularning naslidan navrilarni ato qildi. Sizlarni meva, oshliq, go'sht qatorliq turli shirin yemekliklari bilan rizqlantirdi. Amaliyat shundoq tursa-mu, u kofirlar soxtaliklarga ishinib, Allohning sonsiz ne'matlariga tuzkorlik qilamdi. Ular ibodatni Allohga xos qilib, uningga shukr qilsa bo'lmamdi. Mushriklar o'zlariga hech narsa qilib berolmaydigan, ya bulutdan yomg'ir yog'dirib berolmaydigan, yoki zamindan ziroat undirib berolmaydigan butlarga cho'qinadi. U narsalar cho'qing'uvchilarga qilchi foyda yetkazolmaydi. Chunki ularning qo'lidan hech ish kelmaydi. Ey insonlar, butlarning sizlarga qilchi foyda yetkazolmaydiganligini bilgan bo'lsanglar, Allohga hech bir maxluqotni o'xshatmanglar. Allohga qilinadigan ibodatga hech kimni sherik keltirmanglar. Sheksizki Alloh sizlarning nima qilayotganliklaringizni bilib turadi. Ammo sizlar bo'lsanglar, g'aflatda bo'lib, o'z xatoliginglarni oqibatinglarni bilmaysizlar. Alloh mushriklarning aqidasining xatoligini bayon qilib, mundaq bir misol keltirdi. O'z oldiga ish qilolmaydigan, hech narsaga ega bo'lmagan bir qul bilan hamma ishni qila oladigan, qo'l ilkida ba Alloh ato qilgan mol dunyodan oshkora va yoshirin sadaqa qiladigan hur odam barobarmi? Aqli bar odam bu ikkisi o'xshash deb qaramdi. Xuddi shuningdek yaratquchi Alloh o'zi yaratgan maxluqotga o'xshamaydi. Sizlar Allohni qandoqmi maxluqot bilan barobar sanaysizlar. Barcha hamd va sano olamlarning Rabbi Allohga xosdir. Alloh barcha madihiga loyiqdir. Mushriklarning to'lisi Allohning hamd va sanoga loyiq ekanligini, barcha ne'matning Allohdan ekanligini va Allohning yolg'iz ibodat qilinishga tamoman haqli ekanligini bilmaydi. Alloh mushriklarning aqidasining xatoligiga yana ikki odamni misol qilib keltirdi. Ularning biri hech ish qilolmaydigan va egisiga yuk bo'lib olgan gacha odam bo'lib, egisi uni mayli qayerga avassun, u hech qanday bir foyda olib kelmaydi. Yana biri bo'lsa o'zi sog'lom, o'ziga va boshqalarga manfaat yetkazadigan, kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan, to'g'ri yo'lda mangan odamdir. Aqlli kishilarning nazarida bu ikki odam barobarmi? Ey mushriklar,
Sizlar qandoqlarcha shu gaz-gachi butlarni hammaga qodir, hammaga rizq berib turayotgan ulug' Allohga tan qilasizlar. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochquchilik yoki uningdan tezdir. Sheksizki Alloh hamma narsaga qodirdir. Allah sizlarni tug'iladigan vaqtinglar kelganda onanglarning qo'rsiqidan chiqadi. Sizlar o chaqda atrofinglardagi narsalardan hech narsani bilmaydinglar. Allah sizlarni shukr qilsin deb sizlarga quloq, ko'z va yurak qatorliq a'zolarni ato qildi. Mushriklar havo bo'shlig'ida Allohning amri bilan uchish uchun bo'ysundirilgan qushlarni ko'midimi? Ularni havo bo'shlig'ida yerga tushib ketishdan faqatla Alloh tutib turadi. Sheksizki qushlarni bundoq uchadigan qilishda va ularni havo bo'shlig'ida tutib turishda ko'rgan dalillarga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Allah sizlarga o'yinglarni oila a'zolaringiz bilan orom oladigan va jininglar rohat joy qilib berdi. Safarlaringlarda hayvonlarning terilaridan chidirlarni qilib berdi. Bu chidirlarni ko'chgan kuninglardami, turgan kuninglardami o'ng'ayla to'shib ketalaysizlar. Sizlarga yana qo'ylarning yunglaridan, to'gilarning yunglaridan, o'chkilarning yunglaridan kiyim-kechaklarni, bisotlarni va boshqa uy saramjonlarni qilib berdi. Sizlar bu narsalardan umringlarning oxiriga qadar foydalansizlar. Allah sizlarga havoning issiq kunlarida soyidaydigan dal daraxtlarni yaratib berdi. Hojitinglar tushganda panohlanishinglar uchun sizlarga tog'lardagi o'nkirlarni xotirjam joy qilib berdi. Paxta va yung qatorliq narsalardan sizlarni issiqdan va sovuqdan saqlaydigan kiyimlarni qilib berdi. To'mirdan urushlarda sizlarni qo'g'daydigan savutlarni tayyorlab berdi. Allah sizlarni itoat qilsin, hech narsani sherik keltirmay ibodat qilsin deb sizlarga shundoq mukammal ne'matlarni ato qilgandek, diniy masalalarni tafsiliy bayon qilib berib, ne'matini tamomlaydi. Ey payg'ambar, agar ular mushu oyatlarni ko'rib turib, yanada sendan yuz o'rsa, sen buningga qayg'urmag'in. Chunki sening mas'uliyating faqatla dinni tushunishlik qilib yetkazishdir. Ammo hidoyat bizning ilkimizdadir. Ashu mushriklar Allohning Muhammad alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatganlik ne'matini tonuydi. Ondan uning payg'ambarligini inkor qiladi. Ularning to'lisi uni inkor qiladigan kofirlardir. Ey payg'ambar, ularni qiyomat kuni beshiga keladigan ahvollardan ogohlantirgin. O chaqda har bir ummatdan uning payg'ambarini va ularning orasidan iymon etganlarning iymoniga va kofir bo'lganlarning kofirligiga guvohlik berguchi qilib chiqaramiz. Undan keyin kofirlarga qilmishlari sababli o'zlari etishga ruxsat berilmaydi. Ulardan gunohlarga tavba qilib, Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Chunki o chaqda tavba qilishning va yaxshi amal qilishning vaqti o'tib ketgan bo'ladi. Kafirlar qiyomat kuni Allohning azobini ko'rgan chig'ida azob ulardan qilchi yeniklatilmaydi. Ularga muhlat berilmaydi va azob kechiktirilmaydi. Mushriklar qiyomat kuni o'zlari dunyoda cho'qingan ilohlarni ko'rgan chaqda, ey Rabbimiz, bular biz dunyodagi vaqtimizda cho'qingan butlarimizdir deydi. Bu chaqda butlar zuvonga kelib, ularga ey mushriklar, sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar. Sizlar bizni Allohga sherik keltirib, Allohga ibodat qilish bilan birga bizga cho'qindinglar. Ammo biz sizlarni unda qilishga buyurgan emas. Biz o'zimizni cho'qinishga loyiq deb da'vo qilgan emas. Bizga cho'qinganlik gunohi o'zinglardadir deb raddiya berdi. Qiyomat kuni mushriklar o'zlarining Allohga bo'ysunganligini bildirdi. Ularning ilohlarimiz bizga shafaat qiladi deb to'qib chiqqan yolg'onlari yo'q chiqadi. Ey payg'ambar, sening haq payg'ambar ekanligingni inkor qilgan va kishilarni Allohga iymon etishdan to'sgan kofirlarni, ularning kishilarni haq diniga e'tiqod qilishdan to'sish, gunoh ma'siyatlar bilan ozdirish qatorliq buzg'unchiliklari sababli azob ustiga azob qo'shib jazolaymiz.
Ey payg'ambar, qiyomat kunini esligin. Biz o kunda har bir ummatga o'zining payg'ambarini guvohchi qilib keltiramiz. Ey payg'ambar, seni mo o'z ummatingga guvohchi qilib keltiramiz. Biz sana bu Qur'onni bayon qilishga tegishli bo'lgan halol harom, mukofot va jazo qatorliq masalalarni ro'shan bayon qilgan. İnsanlarga hidoyat, mu'minlarga rahmat va ularning oxiratligining yaxshi bo'ladiganligi haqida xush xabar qilib nozil qildik. Sheksizki, Alloh bu Qur'onda bandalarni adolatlik va insofli bo'lishga, Allohning bir ekanligiga iymon etib, uningga hech narsani sherik keltirmay, xolis ibodat qilishga, buyurgan farzlarini ado qilishga, har bir haq egasining tegishlik haqqini berishga, insonlarga gap so'zda va muomalada durust bo'lishga, yaqin tuqqanlarga yordam berishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, Alloh rozi bo'lmaydigan ishlardan, gunoh ma'siyatdan, barliq yomon ishlardan va kishilarga zulm qilishdan to'sadi. Allohning buyurgan va to'sqanlarini esinglarga elib amal qilishinglar uchun Alloh bu amr farmonlari va bu cheklamalar orqali sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar mayli Allohga bergan ahdinglarga bo'lsin yoki bir-biringlar bilan qilishgan ahdinglarga bo'lsin, ishqilib Qur'on va sunnatning ruhiga zid kelmaydigan har qanday ahdiga vafo qilinglar. Allohning nomini tilga ilib puxtalagan qasminglarni hargiz buzmanglar. Chunki sizlar qasam qilgan cheg'inglarda uningga Allohni kepil qildinglar. Sheksizki Alloh qilgan ishinglarni bilib turadi va shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Qasminglarni va va'danglarni buzmanglar. O chaqda sizlar yeb egirib, uni pishiqlagandan keyin cho'vatgan oyalga o'xshab qolasizlar. Qasminglarni aldamchilikning vositasi qilib elib, sizlar va'dalashgan jamoadan ko'proq pul beradigan jamoani topgan chaqda burunqi va'danglarni buzmanglar. Alloh sizlarni va'daga vafo qilishga buyurish va va'dani buzishdan to'sish bilan sinaydi. Sizlar dunyoda Allohga va uning payg'ambariga iymon etishdan iborat sizlar talash tortish qilayotgan bu masalani qiyomat kuni Alloh sizlarga cho'qim ochiqlab beradi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'dmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.